Bugun ertalab turib chiqsam, endi hamma yo'q oppoq qor. Hali juda ham bolami ko'rgim keldi to'g'risi. Qor yoqqan har bir kun Nodira opa uchun og'riqli xotira. U har safar 22 yoshida baxtsiz avtohalokat sabab hayotdan ko'z yumgan o'g'lini eslaydi. Farzandi qorni juda yaxshi ko'rardi. 2023-yilning iyul oylari edi o'shanda. Xonadoniga kelin tushirishiga ham bor yo'g'i bir oy vaqt qolgandi. Ammo o'rtog'ining to'yidan bir kun oldin 5 nafar sinfdosh shaharga yo'l oladi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan haydovchining xatosi sabab esa yuz bergan avtohalokat bir kunda 3 nafar yoshni, ertasi kuni to'yi bo'lishi kerak bo'lgan kuyovni ham hayotdan olib ketadi. Ulardan biri Nodira opaning katta farzandi edi. Shunchaki mashinani turtibdi deyishgan. Borib ko'rganimda endi bilmayman, boshimga bilmayman, qaynoq suv to'kilib ketdimi, nima bo'ldi bilmayman u paytda. Hanuz o'zimga kelganim yo'q. Mana shu ish bilan ovinyapmiz xolos. Bolam har ishda maslakdoshim edi, deya xotirlaydi ona. Nodira opa 16-17 yoshlardan tikuvchilik bilan shug'ullanib keladi. Birgina tikuv mashinasi bor edi xolos. O'g'li esa onasini kelajakda katta tadbirkor sifatida ko'rishni istardi. Ammo oila sharoiti tikuv mashinalarini ko'paytirish yoki ishni kengaytirishga imkon bermasdi. Mahallada imtiyozli kredit beriladi degan xabarni eshitdim. Men ham chiqib murojaat qildim mahallaga. 33 million kredit oldim. Kredit olib 4 ta tikuv mashinasini oldi. O'zimdagi bilan 5 ta bo'ldi. Keyinchalik Nodira opa atrofidagi 4 nafar vaqtincha ishsiz ayolni yoniga oldi. Ularga tikuv mashinasida ishlashni o'rgatdi. Ammo buyurtmalar yo'q edi. O'g'li hayotlik payti ijtimoiy tarmoqlarda joylashgan e'lonlar orqali onasiga ilk buyurtmalarni olib bergan. Hozirga qadar ham o'sha buyurtmachi bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Yaqli. Men ishdan topib beraman. Internetlardan men o'zim to'g'risi hali internetdan foydalanishni bilmayman. Izlanib topib bergan. Mana shunaqa joy bor ekan, qilasizmi? Buyurtma olasizmi? Qilib bera olasizmi deb juda ham ko'p menga yordam qilardi. Baxtsiz voqea onani bir muddat hayotdan uzib qo'ydi. Ayol faqat bitta xonaga kirib, hech kim bilan muloqot qilmasdan kun o'tkazardi. Umuman shug'ullanmay qo'ydim. Bir 2 oy. 2 oy qilmagandan keyin bolami o'rtog'ini onasi ham bor. Keyin u ham yig'lab keldi. U ham hech qayerga sig'mayapti-da. Ikkalamiz birga ish qilaylik. Meni ham shu ishga oling, shu ishni qilaylik degandan keyin haliga jicha turtki bo'ldi menga. Turtki bo'ldi-da, ikkalamiz boshladik. Yana to'xtab qolgan edi ishimiz, ikkalamiz boshladik. Yonimizga yana bitta ishchi oldik, 2 ta ishchi oldik. Sekin-sekin yana ovundik. 5 yil avval Nodira opa Farg'ona tumanidagi Oqbilol mahalla fuqarolar yig'inining ayollar daftari ro'yxatida turardi. Mahalla mas'ullari unga dalda bo'lib, qayta ish boshlashi uchun amaliy ko'mak ko'rsatishdi. Yettilik tomonidan ko'rsatilgan e'tibor tufayli u bugun ish oluvchidan ish beruvchiga aylandi. Ishchilarni ko'paytirdim, tikuv mashinalarini ko'paytirdim. Endi hozirgi kunga kelib mana buyurtmamiz ham ko'paydi. O'zimda 8 ta tikuv mashinasi bo'ldi. Yana 6 ta uyda o'tirgan ayollarga bichib ish bilan ta'minlayman. Ularga ham tikuv mashinalarini o'zim olib berdim. Ular ham uyida hozir tikishyapti. Yosh bolasi bor. Albatta kelib ishlay olmaydiganligi uchun uylarida qilib berishadi. Olib borib ishlarni beraman. Yana ulardan olib pullarini berib, shuna qilib sekin-sekin ko'paytiryapmiz. Oddiy sharoitda qishloq ayollari qo'li bilan tayyorlanayotgan buyumlar bugun xorij bozorlariga yo'l olmoqda. Ayollar ich kiyimlarini tikamiz, Belorussiyaga topshiramiz. Bir kunda 150 ta, 200 ta tikamiz. Mahalladagi haligi uyda o'tirib tikayotganlar bilan 300 taga boradi. Daromadim 1 millionga boradi. Bundan tashqari ishchilarniki 2 millionga boradi. Taqdirning kutilmagan zarbasi esankiratib qo'ygan onani yana hayotga qaytargan, 2 nafar farzandining kelajagi uchun yashashga kuch bergan omil uning hunari bo'ldi. Bugun maqsadlari yanada ulg'aygan tadbirkor faoliyatini kengaytirish niyatida. Bizga ayniqsa bu ikkala onaga juda og'ir bo'ldi. Ovunishning iloji yo'qda. Yaxshi ham shu ish bor ekan, shu ishni qilgan ekanmiz. Ovun deydi. Mana shu ish bilan ovunamiz. Prezidentimizga ming rahmat aytamiz biz.
5 yil ichida olis qishloqda yashovchi oddiy ayol tashabbusi bilan 14 ta xonadonga qo'shimcha daromad kirib keldi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostida tayyorlanayotgan mahsulotlar dunyo bozoriga chiqmoqda. Harakatda baraka deyishlari bejiz emas. Lavha so'ngida aytadiganimiz esa bitta. Bu onani ko'z yoshlari boshqa hech bir onani bezovta qilmasin. Temir otni boshqargan har bir haydovchi yo'llarda hushyor bo'ling.